oltin olma deydi. Qizil olma deydi. Daryolari shildirar, bog'larida gul kular. Bilasanmi, to'g'rimi? Gapira olasanmi? Bo'ldi, boshladik. Kelajakda qoqilmaysan deyman. Ziyolini o'rni juda ham kuchli ekan. Bizning imkonimiz ham bo'lmagan, sharoitimiz ham bo'lmagan. Katta bo'lganimda pul topganimda dadam bilan oyimni umraga olib boraman. Yoz jaziramasi. Hamma ta'til kayfiyatida dam olayotgan bir paytda bu xonadonda mutlaqo boshqacha muhit. Oyi, dada! Qahramonimiz yozgi ta'tilda shunchaki dam olishni emas, o'z oldiga katta maqsadlar qo'yishni tanladi. Assalomu alaykum. Toshkent viloyati Angren shahrida yashaymiz. Ismim Shohida. Imronbekda onasiman. O'zim buxgalterman. Hozir yangi ishxonada ishlayapman-da, bosh buxgalter bo'lganman. Ziyoli sayt haqida Instagram saytida 2025-yillari kuzatib borardim. O'sha saytda ko'rib qoldim. Qiziqishga azob bo'ldik. Afsuslamadik hali. Xudo xolasa keyinchalik ham yana birgalikda yechyapmiz. Repetitorga bersak, bizga noqulay. Olib borib olib keladigan odam yo'q, xavotir olamiz. Bizga uyda o'tirib onlayn darslari qilgani ma'qulroq. Chunki Olmos shahriga mentalniga qatnab yurganmiz. Oxirgi vaqtlarda kun issiqda u yoqqa borib qaytishimiz 1 soat vaqt ketardi. O'shaning uchun uyda iloji boricha bizda masofadan turib bo'lsa ham dars qilganimiz yaxshiroq. Ziyolidan eng ko'p yechganimiz birgalikda, chunki kun davomida savol ozgina qiyinchiliklar bo'ldi. Birgalikda 2 ta 3 ta eng ko'pi bo'lgan. 2 ta 3 ta mavzu bo'lgan. Boshida ozgina tushunmovchilik bo'ldi bizda. O'sha bolaga qiziqtirish ko'proq senga sovg'a beradi. Senga sovg'a bersa, sen har bitta yechgan misolingga qarab qancha ko'p misoling to'g'ri yetsang, senga shuncha sovg'a beradi dedik. O'sha boshida o'sha bilan boshlandik. Hozirgi paytda mana hozir oxirgi 2-3 oy ichida ko'ryapmiz, o'sha sayt o'zida sovg'alar har bitta misoliga qarab qancha ball yig'sa, o'sha sovg'alariga ko'proq qiziqyapmiz. Bo'sh vaqti bo'lmaydi, chunki ko'proq iloji boricha misol yechgin deb telefon qilib xabar olib turaman. Aynan o'g'lim qancha misol ko'p yechsang, o'zingga yaxshi, kelajakda qoqilmaydi. Yanada o'sha chet davlatlarga chiqadi, musobaqalarga sovg'alar oladi ko'proq. Mana shu musobaqalarga chiqqanda o'zimda ham hayajon bo'ladi. O'sha kuzatib turaman, iloji boricha qanaqa misol yechyapti, o'zimda ham hayajon bo'ladi. Ko'proq menda xavotir bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki o'zim ham kutib turaman. O'sha javoblari chiqqancha, yutuqlari chiqqancha o'zimda kuchliroq. Xursandchilik birga yig'lavoramiz to'g'risi. Chunki kutilmagan bu darajaga erishamiz deb o'zimiz ham o'ylamaganmiz. Oyi, dada! Oyi, dada! O'g'lim chempion. O'qituvchilar aytadi, Ziyolini o'rni juda ham, to'g'risini aytsam, juda ham kuchli ekan. Hozirgi kunda o'zlari endi 3-sinf tugatgani bilan, 4-sinf boshlangani bilan 5-sinf misollarini bemalol yechyapti-da o'zlari. Ziyoli sayti o'zida, matematika, ingliz tili, ham rus tilida ham bemalol anaqalar bo'lyapti, tushuntirib berishyapti. Juda ham yoqyapti o'zimizga. Masalan, biz afsusdamasmiz. Bizga yoqqanidan 1 yillikka a'zo qildim. Bolalarda hozirgi vaqtda bo'sh vaqti bo'lmagani yaxshiroq. Chunki ularda imkon qadar mashg'ulotlarga, hamma narsaga borsa bo'ladi. Bizda imkonimiz ham bo'lmagan, sharoitimiz ham bo'lmagan borishga. Xudo xolasa, hozir mana ingliz tiliga ham bermoqchimiz. O'sha saytda o'zida birgalikda ingliz tili ham yechyapmiz. Uyda idishlarni olib borishadi, yuvishadi, joylaydi hamma narsani, hovlilarda tozalaymiz. Birgalikda suv sepib, barxlarga suv qo'yamiz. Imronbek, kel o'g'lim. Kel yonimga. Intervyu beramiz ikkalamiz. Darsing davomida, kun davomida nimalar qilishingni gapirib berasan o'g'lim. Xo'p. Meni ismim Imronbek, 10 yoshdaman. Imron, dars qilmaganingda kim seni urishadi? Adangmi, oyingmi? Ayam. Oyingmi?
Nima deb urishgan? To'g'risini aytaver. Telefonini olib qo'yma, ikkinchi ishlatmaysan deydi. Ziyoli usta, men tenglamani ishlashni yaxshi ko'raman. Boshidan 90larni ishlashga qiynalardim. Hozir yaxshi ishlayapman. 3-4 sinfni tugatdim. Men hozir 5-sinfda ishlayapman. 500 ta zekoyim bor, 6000 ta dekoyim bor. Men o'sha pulimga smart soat olmoqchiman. Ziyoli eng zo'r ustoz. Erta ingliz tili, matematika o'tadi. Qara, men senga hozir savol beraman. Savol emas, meni gapimni tugatasan. Aytilgan so'z, o'tilgan So'z. bulbul chamanni sevar, odam Vatanni. do'st achitib gapiradi, dushman Yomon. yomon gapiradi, to'g'ri. It hurar, karvon Ko'rar. ko'rar. Kasalni yashirsang, isitmasi Ko'payar. ko'payadi. 1000 marta eshitgandan 1 marta yaxshi. 1 marta yaxshi. Nima eksang, shuni Ekasan. to'g'ri. Oltin olma deydi. Qizil olma deydi. Oltin olma, qizil olma. To'g'ri. Ko'z qo'rqoq, qo'l Qo'rqmas. qo'rqmas. To'g'ri. Kemaga tushganni joni Ketmas. ketmas. Haqiqat egiladi, ammo Ko'taradi. ko'taradi. Hisobli do'st, Chin do'st. chin do'st. Kelajakda qoqilmaysan deyman o'g'lim, chunki hozirdan qiziqib o'qib borsa, ertaga hayot o'zi qoqilmaydi. Katta bo'lganimda pul topganimda dadam bilan oyimni umraga olib boraman. Daryolari shildirar, bog'larida gul kular, bizning go'zal o'lkamiz quyosh kabi porlaydi. Bilim olib har birimiz yurtga xizmat qilamiz. O'zbekiston jon vatan, seni sevamiz tildan. Katta muvaffaqiyatlar yozgi ta'tildagi kichik, ammo tizimli qadamlardan boshlanadi. Farzandingiz kelajakda tengdoshlardan ancha oldinda bo'lishini istasangiz, vaqtni hoziroq ziyoli bilan unumli o'tkazishni boshlang.